Shuncha mikrofonimiz yoki tomosha qilamiz, lekin Xrabrin degan personaj haqida hali ham fikrimizni oxirgisini yetmaganmiz. Bir yo'q deymiz, bir bor deymiz. Biz mikrofonimiz yoki tomosha qilamiz, lekin biz shuni bilamizki, Xrabrin degan personaj borligi tasdiqlaymiz va uni usti ko'rishni ham va nima qilishni ham bilamiz. Hozirda savol tug'iladi. O'zi aslogina mikrofonda Xrabrin rostda kasbiga bormi yoki u mod yoki qanaqadir cheat kodlar bilan paydo bo'ladimi? O'z savolimizga javob topishga Steve o'zi bizga yordam bera oladi. Oddiy misol mana Steve ko'rayotganinglardek Steve turibdi. Steve ko'zini oqqa bo'yab qo'ysa nima bo'ladi? O'zingizlar ko'rganinglardek farq katta emas. Ko'z, soqol va futbolkada ayrim bir piksellar. O'shanda bo'ldimi? Steve Xrabrin bo'lib chiqyaptimi? Lekin o'zi sizlardan so'ragan bo'lardim. Bu savolimga chuqur olmasligi nimaga deganda, Steve bilan Xrabrin usti ko'rinish bilan faqat bir-biriga aloqador tomoni bor. Qolgan tomonlama hisobda yo'q. Xullas, hello yutoqlar, sizlar bilan birgalikda men Reker bolalar. Videoyimizga xush kelibsizlar. Bugun o'zingizlar bilib turganinglardek Xrabrin bo'yicha gaplashamiz, ya'ni savollarimizga javob topishga harakat qilamiz. Mana shu savollarimizga javob topishdan oldin masaladan bittarsa iltimos qilmoqchiman. Iltimos qilaman bolalar, hozir o'zi pastga tushib kanalimizga obuna bo'linglar va albatta videomizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videomizni tez-tez chiqishini xohlayotgan bo'lsanglar, hozirning o'zida like bosinglar bolalar. Addushikka sirqib bo'lgan bo'lsanglar, xursand biza qulay o'tirolinglar, yeb ichgan hisobga olinglar. Bugungi videomiz xudo xolisa sizlarga yoqqani degan umiddamiz. Albatta bolalar, qiziq bo'ladi. Qulay o'tirordinglarmi? Hammasi jotkimi? Ertaga ishlar qilgan bo'lsanglar, bo'ldi. Endi let's go. Hammamiz mikrofon bemalol mazza qilib o'ynaymiz. Ha, to'g'ri, mana bu ovozlarni hisobga olmaganda. Mayli, bu ovozlarni ham chetga surib turamiz. Bu ovozlardan keyin hamma cho'chiydigan Xrabrin. Ha, o'sha ko'k futbolka kiyib olgan, ko'zlari oppoqqina yigit yoki erkak. Kelinglar, o'zi birinchi bo'lib ayrimlar oramizda tanishmaydi. Xrabrin o'zi aslida kim deyishadi. Bilmaganlar uchun kelinglar, Xrabrin haqida ozgina uni o'rganib chiqamiz. O'zi u o'yinda bo'lsa nimalar qiladi va uni nima tomonlari, qanaqa xislatlari bor, mana shuni aniqlab olamiz. Xrabrin u juda ham kuzatishni yoqtiradi. Siz oddiygina o'zingizni miringizda vijvaniya qilib yurganingizda, u sizni orqangizdan qarab yoki kuzatib yuradi, lekin siz buni bilmaysiz. Xrabrin har qanaqa joyda sizni topa oladi va sizni kuzatib nima qilayotganingizni biladi. Oddiy misol, Xrabrin sizni kuzatayotgani yoki Xrabrin sizni miringizda borligini qanaqa bilsa bo'ladi. Mana bunaqa rasmdagi piramidalarni ko'rsangiz, bu degani sizni Minecraft'ingizda Xrabrin bor va u sizni kuzatib sizni o'ldirish maqsadida yurganini bilishingiz mumkin. Yoki oddiy ko'chada ketayotganingizda restoranlar paydo bo'lib qolishi mana bunga o'xshagan. Ko'rayotganinglardek, bu yerda o'zidan o'zi bo'lib qolishi, restoran paydo bo'lishi ikki xil usulda bo'lishi mumkin. Birinchisi, siz qachondir fakel o'rnatib ketganingizda u fakelning o'rniga restoran qo'yib ketadi. Ikkinchisi, u oddiy randomni ketayotgan joyingizda siz sharsa qilmagan bo'lsangiz ham restoran o'z-o'zi paydo bo'lib qolishi mumkin. Yoki fakel almashtiradi yoki o'z-o'zi paydo bo'lib qoladi. Bu 4 blokli g'or. Ha, do'stlar, u uzunchasiga 4 blokdan g'or qazib ketadi va u yerga ham restoran qo'yadi yoki ora-orada to'g'ri restoran ham qo'ymaydi do'stlar. U endi albatta random tushadi. Albatta sizlar g'orga tushganinglarda 4 tali g'or ko'rsanglar, ya'ni 4 tali qazilgan g'or. U albatta Xrabrinning ishi bo'ladi. Xrabrin borligiga yana bitta dalil bo'lishi mumkin bu, ya'ni siz vijvaniya qilib yurgan paytingiz xuddi kimdir yoningizdan yugurib o'tib ketgandek bo'ladi yoki kimdir uzoqlarda g'ayrioddiy ovozlar eshitiladi. G'orlarda qo'rqinchli ovozlar eshitiladi. Hammamcha bu ko'pincha va albatta ko'pimizda bo'lgan. Va albatta eng ko'zga tushadigani kald o'rmon. Ha, kald kulki eshitilishi mumkin, lekin rost. Daraxtlarning hech qanaqa bargi bo'lmaydi do'stlar. Oddiy taxtani o'zi bo'ladi. Daraxtni o'zi, shoxlarida bir doya barg bo'lmaydi do'stlar. Xrabrinning o'rmoni shunaqa bo'ladi. Har bir daraxtning bargi bo'lmaydi. Aynan o'sha o'rmon Xrabrinning o'rmoni deyiladi va Xrabrin o'sha joyda agressiv bo'ladi deyishadi. Albatta buni o'zingizlarda guvoh bo'lgan bo'lsanglar, bu rostdan fakt. Agar guvoh bo'lmagan bo'lsanglar, bu oddiygina mif bo'lib qolib ketadi. O'z asli olganda Xrabrinni qanaqa topsa bo'ladi, u qayerda bo'ladi? Do'stlar, sizlarga yo'lini o'rgataman. U
Grand Mobile'da 25 serverda o'ynab o'tirgan bo'ladi. Siz Xrabrain bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, Grand Mobile hozirning o'zida video ostiga tushib silka orqali skachat qiling. 25 serverda Grand Mobile'da Xrabrain gelik haydab, o'sha villalar soqqani bosyapti. Siz bo'lsangiz hali ham o'tiribsiz. Do'stim, men sizga Xrabraindan ham o'tib ketishni o'rgatay. Siz o'zi GTA 5 ni o'ynagingiz keladi, lekin o'ynay olmaysiz. Shu uchun do'stim, sizga aytamanki, video ostida silka orqali o'ting, 25 serverga, ya'ni Xrabrain serverga kiring va o'sha Reker promo kodini yozing. Sirazi gelik 30,000 rubl gaming valyuta va 7 kunlik VIP olib mazza qilib o'yning va Xrabraindan o'tib keting. Hammani kutamiz 25 serverda Grand Mobile. Do'stlar, davom etamiz. Xullas, Xrabrain haqida yana qanaqa danli, ya'ni infolarimiz bor. Xrabrain hatto shunaqa kuchliki, u sizni narsalaringizni o'g'irlab oladi. Misol uchun, siz uyga keldingiz, sandiqqa narsalaringizni qo'ydingiz, hammasi tinch, to'g'rimi? Lekin siz ayrim vaqtlar o'tgandan keyin siz sandig'ingizda zombini go'shi, ayrim bir musorlar topa olasiz va albatta kerakli narsalarni yo'qotib qo'yasiz. Va bu narsadan keyin do'stlar, yana Xrabrainni siz daraxtlarning orqasida, uzoq joylarda ko'rib qolishingiz mumkin. Chunki Xrabrain bu kuzatuvchi, u sizni kuzatib yuradi, sizni qo'rqitishni yoqtiradi Xrabrain. Xrabrainning ham o'z tarixi bor. Bu bo'yicha keyinroq yana gaplashamiz. Xrabrain yana qo'rqinchli tomoni borki, u sizni uyingizni yondirib yo'q qilishi mumkin. U bilan bu bo'yicha hazillashmagan yaxshi. Xrabrainning yana o'zini alohida soundlari, ovozlari bor. Boya aytganimdek, u qo'rqitishni yoqtiradi va albatta shunaqa payt uxlaganingizda, albatta ko'chada uxlasangiz, siz yoningizda shunda paydo bo'lib qoladi. Agarda siz uyda yoki boshqa joylarda yursangiz, u sizni boya aytganim daraxtlarning ortidan kuzatib, har xil o'zini hisotlari bilan sizni cho'chitib yuradi. Endi Xrabrainning ga o'tadigan bo'lsak, Xrabrain o'zi asli olganda Minecraft kompaniyasini o'zi tomonidan hech qanaqa tasdiqlanmagan. Uni muxlislar tomonidan tasdiqlangan, ya'ni u 2010-yil 30-avgustda Minecraft o'ynab o'tirgan payt u mana shu rasmda postlaydi, ya'ni postga joylaydi. Ha do'stlar, bu o'zingizlar ko'rib turganingizdek Minecraft eski versiyasi, ya'ni Minecraft Alpha o'zingizlar ko'rib turganingizdek va albatta bu grafikani o'zini bilib olsa bo'ladi buni. Va bundan tashqari do'stlar, rosti kesam eski Minecraftda juda ham oddiy narsalar ko'p bo'lgan, xatoliklar, u payt rosti kesam qo'rqinchli Xrabrain bor deyilsa ishonadigan vaqt bo'lgan, chunki u payt o'yin virusga to'la bo'lgan va o'yin beta. O'zingizlar ko'rib turganingizdek, mana chap tomon tepani o'zi bu alfa versiya, bu hali to'liq cho'tga chiqmagan edi u payt. YouTube'ga ham kirib Xrabrain deydigan bo'lsak, juda ham ko'p odamlar Xrabrain haqida har xil ma'lumot tarqatishgan. Oddiy misol, Xrabrain bu rostakasam odam, hayotdagi odamning ruhi deyishadi. Bilarmidinglar bu haqida? Ya'ni Minecraftdan o'ylab topgan insonni ukasi haqida ketotdi bu yerda hozir gap. Ya'ni Markus Personni ukasi haqida ketadi. Markus Persson tanishinglar do'stlar. Mana shu inson Minecraftni ishlab ixtiro qilgan inson bo'ladi. Mana shu inson oldinlar Minecraft ishlagan, mana shu ideyani o'zi yaratgan va to'g'ri oxiri kelib Microsoftga sotuvga to'g'ri, bu boshqa tema do'stlar. Bunga chuqur kirmaymiz. Biz juda ham YouTube'ga tarqab ketgan aldoqchi fake ma'lumot aytib o'tmoqchimiz sizlarga. Ya'ni Markus Perssonni ukasi haqida. Uni ukasi olamdan o'tadi. Olamdan o'tgandan keyin u Minecraftdagi akkaunt o'zidan o'zi jonga kiradi va o'tda uni ruhi o'ynab yurishni boshlaydi. Ha do'stlar, o'ylaysizlarmi? O'lik odamning akkaunti u kimdir kirib o'ynayapti. Eng qizig'i, odamni o'zi o'lgan, lekin u akkaunt o'ynalyapti do'stlar. Uni o'rniga hech kim o'ynamayapti. Uni ichida Xrabrain nomli uni ukasining ruhi o'ynayapti degan infolar tarqagan. Lekin asli bu olganda bu infolar prosta hype do'stlar. Hech qanaqa bunaqa qo'rqinchli va bunaqa arvoh degan narsalar asli olganda yo'q. Xullas, nuqta qo'yadigan bo'lsak, bu aldoqchi fake ma'lumot. Va bundan tashqari do'stlar, yana aytib o'tay, o'zi Xrabrain haqida har xil ma'lumotlar bor. Juda ham har xil. Kimdirlar buni rostga ruh deydi, kimdir virus deydi, kimdir buni ukasi deydi. Hozirgidagi juda ham har xil aytiladigan gaplar bor. Lekin do'stlar, biz albatta bittasini tanlab, bittasiga nuqta qo'yishimiz kerak. Chunki bu unaqa aldoqchi ma'lumotlarga aldanib yurgandan ko'ra, to'g'risi, misol uchun oddiy, men o'zim yoshligimda Xrabrainda Minecraft o'ynashga qo'rqardim va oranglarda ham Minecraft o'ynashga cho'chiydiganlar bo'lsa kerak Xrabrainda. Obunachilar, mana o'zingizlar ko'rib turganingizdek,
hammamizda Xrabrin haqida har xil ma'lumotga egamiz. Hozir menimcha mana shu videomdan keyin hammaning fikri har xil bo'lib qoldi menimcha. Kimdirlar Xrabrin oldini yotib kelgan, kimdirlar bor lekin boshqacha turda uni virus deb qabul qilgan. Kimdirlar hozir aytganimdek mana shu yaratuvchi, ya'ni Minecraft yaratuvchisini ukasi deb bilib kelgan. Hammada har xil info bo'lgan do'stlar. Lekin do'stlar, endi biza vaqti keldi. Shto Xrabrin haqida oxirgi nuqtali fikr qo'yishi. Sizlarga bir narsani aytay. Xrabrin bu bor narsa emas do'stlar. U fake. Hech qanaqa Xrabrin oldin ham va hozir ham yo'q do'stlar. Sizlarga aytib qolaman do'stlar. Minecraft filani bemalol o'ynaydi do'stlar. Qisib turilib onangni hozir chetroga o'tib ha do'stlar, sizlar bemalol Minecraft filani o'ynasanglar bo'ladi. Hech qanaqa Xrabrin degan narsa sizlarni kuzatmaydi do'stlar. Albatta buni qilsanglar bo'ladi, lekin mod orqali qilsanglar bo'ladi. Mod har pluginlar orqali endi ularni qilish uchun atilab o'zingizlar qilishinglar kerak deb bu ishni. Xrabrin hech qachon o'zidan o'zi Minecraft filiga kirib qolmaydi. Shu uchun do'stlar bemalol o'ynab, mazza qilib Minecraft filada dam olinglar. Albatta o'zingizlar qiziqishinglarni kuchaytiradi do'stlar. Lekin bittasini ogohlantirib qo'ying do'stlar. Xrabrin o'zi asli olganda bor o'zi. U versiya pro'za o'chirib tashlangan do'stlar. U versiya ham bor. U versiya albatta u versiya haqida ham alohida biz video olamiz do'stlar. Shu uchun do'stlar hech qanaqa uni cho'chib yo'q shart emas. Albatta bizning videolarimiz mana shunaqa yoqtirib, mana shu videoda qiziqarli ma'lumot olgan bo'lsanglar, biz xursandmiz bolalar. Albatta bolalar bu aytganimda Grand Mobile mazkur GTA 5 o'yinini telefon o'ynamoqchi bo'lsanglar, video ostida silka kiringlar. Albatta bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, bizga yordam qilmoqchi bo'lsanglar, mehnatimizni поддерживать qilmoqchi bo'lsanglar, hozir hozir pastga tushing, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Menimcha shu joygacha ko'rib qo'ydingiz degani, like bilan kanalga obuna bo'lishga arziydi degani. Alduchi birodarim sog' bo'ling, omon bo'ling deb qolaman. Joningiz sog' bo'lsa Minecraftni mazza qilib o'ynaying deb aytib qo'ying. Alduchi videodan foyda olgan bo'lsanglar, biz xursandmiz. Do'stlar, nima ham deymiz, sizlar bilan birgalikda mana reakir bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda keyingi videolarda ko'rishamiz. To'g'ri Xrabrin, to'g'rimi? Gapi rahmat eshak, meres. Xotirjam bo'lishni ko'rmay, o'siz